Assalomu alaykum, hurmatli tandir o'choq ishqibozlari. Navbatdagi ishimiz ham yakunlandi. Bu ishimiz Cho'ja mahallasi Imijon akamizning xonadonida bo'ldi. Xo'p, bu yerda partamiz joylashgan. Bitta mo'yka hamda rабочий stol. Tagida kartoshka, piyozlar qo'yib bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yerda ikkita o'choq joylashgan hamda bitta tandir. Birinchi qozonimiz 40 litrli qozon hamda 22 litrli qozon. Atrofida aylanib bemalol ovqat qilsa bo'ladigan holat. Pastda nomerlarimiz joylashgan. Kimga shunaqa chiroyli zamonaviy tandir o'choqlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta Mansurbek xizmatda.